meros xohar, meros amma, meros qiz endi ojini oldidan bir habba va dinor ham qolmaydi. On vohid hammasini tilatib beradi. Sharokatiki molahoy mashkuk bilan, muomalahoy xarob bilan sharokatan ish peshiltedi. Endi sharik tojirlarini yig'adi, aytadiki, Rafiqjon, men bilaman-ku shu qilayotgan ishimiz yo harom yo mashkukda. Lihoza ba'd az haramayndan sonra, ba'd az labbayka Allohumma labbaykadan sonra men tasmim olinmanki endi bu muomalani qilmayman. Bilingki, buni hajji nima bo'lganda, qabul bo'lganda ayni shaklga ne zulm qilaman bir kishiga va ne zulmdan difo qilaman men. Lihoza menga endi mahkamani eshigiga boring ota, meni uchun shohid o'ting ota, meni uchun gardan basta bo'ling, qassam iching ota, farzandim meni endi ozor aziyat bermaydi. Xalos bo'ldi. Ka'ba sharifga 10 vohid ko'zim tushganday Allohu akbar degan billasiga Allah bilan adi faymon berdimki, endi zulm sitamga ne qildir ustimga va ne undan meni nima qildirgin, difo qildirgin. Nomai a'mol sof sutra pok bo'lganda, onadan tug'ma bo'lganda, appoq bo'lib buni ichiga hech gunoh qolgani yo'q. Xusho baholi u otabizga-ki, Hoji bibi onamizga-ki tasmim oladiki, endi bu nomai a'molga toki Alloh taologa muloqot qilgunimcha endi g'allo g'ash xiyonatni bitirmayman hech vaqt. Gunoh degan narsani men bitirmayman endi. Endi 5 vaqt farzi ilohiga ijozat beringlar va agar imkoni bo'lsa talosh qiladiki, tahajjud va namozhoy ishroq choshtini ham o'qiydi, hamisha avlodginani haqqiga duo qiladi. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytdiki, nishonai qabuliyati bir amal hoji mana shu narsadir.